Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoni ko'rayotganlar. Bizaga Samarqand viloyatidan Maqsudjon ukamizning onalari murojaat qilib boruvdilar Jizzaxga. Epilepsiya kasalligi bor edi bularda. Bitta kurs qildik, o'sha rans usuli bilan bir kurs qildik, uncha sezilmadi. Hozir biz yo'limiz bilan bitta bemorlarni kirib ketyapmiz. Xorazmga qarab yo'lga chiqqanmiz. Hozir Samarqandga kirdik. Maqsudjon jiyanimizdan xabarlarni kirdik oldilariga. Ozgina suhbatlashmoqchimiz. Hozir onalari shu rans usulini olganlarida nima bo'ldi, qanaqa o'zgarish bo'ldi, shular haqida ozgina gapirib beradilar. Assalomu alaykum. Biza bir opamiz maslahat berdi. Opamizdan so'radik. Shunday nimalar u kishida ham bo'lgandi. Foydasi berdi degandan keyin bizlar ham qani bir chiqmagan jondan umid deb nima qildik. Bir 6 yil, 7 yildan beri sudurgisi bor. Nega sudurgiga qarshi nimalar qilyapmiz-u, baribir shu narsa takrorlanaverdi. Keyin bu kishini tavsiya bergandan keyin doktorda bordik. Birinchi lechiniyada unday ta'sir bermadi-yu, ikkinchi lechiniyadan ancha kamaydi, dorilarni kamaytirdi. Bir mahalga o'tkazdik dorilarni. Avval ancha vaqt sudurga berib turardi. Hozir yo'q, hozir unday sudurga bermaydi, kamaygan. Har zamonda avval o'zi bilmas edi, so'kinib, shunaqa baqir-chaqir bilan sudurga berib og'nardi. Ancha vaqt bo'lardi, og'zi ko'pirmas edi-yu, og'zi tili orqaga tortmaydi, og'zi ko'pirmaydi. Unaqa narsalar bo'lmaydi-yu. Faqat ancha vaqt o'zini bilmay, keyin sudurgidan turgandan keyin shunaqa qattiq boshiga og'riq kirardi. Bir soatlar og'riq ketmasdi boshidan. Keyin ikkinchi lechinani olganimizdan keyin u narsa og'riqlar yo'qoldi. Har zamonda bo'ladi-yu, kam-kam vaqt nimada daqiqa kamaydi, ancha kamaydi-da. Necha soniyadir bo'lyapti hozir. Lekin sudurgidan keyin boshga og'riq turmayapti. Shunisiga ham xursandmiz. Keyin sudurgi bo'layotganda hozir aya, meni mazam bo'lmayapti ozgina. Yetib keyin ozgina boshim aynalyapti deb hozir aytadi. Avval aytmas edi. So'kinib, hamma joyga baqir-chaqir qilardi. U narsa yo'q hozir. Allohga shukr. Hozir ancha foydasini topdik. Endi Xudo xohlasa yana natijalarni kutib o'tiribmiz 3-lechinadan keyin. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa Allohim. Maqsudjon ukamiz maktab o'quvchisi hali, Xudo xohlasa bu yil bitiradilar. Hozir 3-kursni olyaptilar. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadilar. Epilepsiya, Parkinson bular ozgina og'irroq. Shunga bir yiliga 4 ta kurs qilish kerak. Hozir 1-kursdan uncha sezilmagan, 2-kursdan keyin ancha xursand, onalari ham, otalari ham, Maqsudjon o'zi ham. Inshaalloh shifo bersin Mahfuza. Maqsudjon chidavosdan bolam, chida o'g'lim, ozgina qoldi, kursning tugashiga. Etlari ozgina kam, semizgina bola emas, ozg'ingina. Ozg'in. Mushaklarga qilinadi u, bo'yin mushagidan to pastki yelka ko'krak mushaklariga, trapesiya mushaklariga. Biroz qiyin bo'lyapti, lekin молодец, chidayaptilar. Uncha odam chidamaydi. Alloh shifo bersin Maqsudjon. Yaxshi bo'lib ketsinlar. Xudo xolasa o'tgan ketganda avval bir ko'rib, bir ko'rmay oxirgi ko'rish nimasi yo'qolgandi. Hozir lekin har zamonda nima qilyapti? Telefonda mamasi bunday ko'zini oldiga nima qilsiz, meni ko'zimga telefonda ekranini qaratib turibsiz deb. Har zamonda bir nima kelib ketyapti, xursand bo'lib ketamiz o'shanga. Sezyaptilar yaxshi. Ha, bu nimalar. Har zamonda bir nimalarni sezyapti. Mayli, shunday bo'lib qaytsa ham inshaalloh. Hali yosh, Xudo xolasa hali yana bu kurs tugagandan keyin 20 kun periodga, keyin yana 3 oygacha pulsatsiya bo'lib, yana ham yaxshilanadi. Keyin bitta kurs qoladi, 3 oydan keyin. Salomat bo'ling, Mahfuza, salomat bo'lsinlar. Yaxshi bo'lib ketgan. Allohga shukr. O'tgan ketganda kirib turamiz mashinaga, Xudo xolasa. Salomat bo'linglar, Alloh shifo bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Nima usuli